keldik. Bu xurmo bog'lar avvaldan Madinada mashhur bo'lgan, hatto Payg'ambar alayhisolamning davrlarida. Undan ham oldingi payg'ambarlarga keltirgan Tavrot, Injil kitoblarida ham xurmo bog'lari haqida gap ketgan ekan. O'shaning uchun xurmo bog'iga keldik. Xurmo to'g'risida Payg'ambar alayhisolamning bir qator hadislari bor. Ularni agar aytmoqchi bo'lsak, internetda hech kerak bo'lsa vaqtimiz yetmaydi. Xurmo bog'ida qisqacha bir aytadigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisolam hadisda aytganlarki, kimniki uyida xurmo bo'lmasa, demak u uy och qolibdi deganlar. Payg'ambar alayhisolamning yeydigan taomlari sut va xurmo bo'lgan hadislarda keladi. Va xosatan xurmoni navlari juda ham ko'p. Madinani eng mashhur xurmolardan biri ajva degan xurmo. O'shani tavsiya qilamizki, olishga ajva sehriga, mana bu dinni sabab bo'ladigan xurmo bo'ladi. Ajva xurmosi hamma joylarda bor, Pokiston, Hindistonlardan ham keladi.